Uzun HTML dersidagi 43-chi qism HTML5dagi jo'grafiyalik o'rin belgilash. HTML5da geolocation API orqali jo'grafiyalik o'rin belgilashga bo'ldi. Bu iqtidorni Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer 9 Opera qatorliq tor ko'rgishlar qo'llaydi. GPS iqtidori bo'lgan uskunalarda o'rin belgilashlar texnik yaxshi, masalan, Alma telefon. Biz Alma telefonda ba'zi iqtidorlarni ishlatgan vaqtimizda sizningki navbatdagi o'rningizni ziyorat qilishni so'ratadi degandek eskartish ushur chiqadi. Dal shu o'rin belgilash iqtidorini ishlatganligini bizga eskartgan. O'rin belgilashning programma yetishda bunda 3 xil qo'llanishi bor. Masalan, abonent tabaroin ushurlarni ko'rsatish yoki yangilash, abonent atrofidagi qisqidan nuqtalarni ko'rsatish, xarita va o'rin boshlash sistemasi. Masalan, biz bu oddiy kod qaraydigan bo'lsak, buningda bizga bu JavaScript kod orqali oddiy oldiki, shu bizningki hozirgi navbatdagi o'rnimizni, kenglik va meridian uchurimizni ko'rsatib beradigan holatdagi kodni ta'minlagan. Agar misolda bo'lsa, biz bir knopkani bosgandan keyin buningda bizga navbatdagi o'rnimizning uchurga erishish bilan birga bu yerdagi bu Google'ning API'sidan foydalanib, Google xaritadagi o'rnimizni ko'rsatib bergan bu kodni ijro qilgandan keyin bizga oxirida ko'rinadigan unumi rasmdagidek, ya'ni bu knopkani bosgandan keyin bu Qashqar rayoni deb bizning o'rnimizni hukm qilish bilan birga shu xarita rayonida shu o'rinni ko'rsatib bergan.